Ramazon oyida umra safariga borish uchun qancha pul kerak? Agar noto'g'ri pul olsangiz, siz erta qiyinchilik bo'lishi mumkin, har xil holatga tushishingiz mumkin va qanaqa firma tanlab umra safariga borish kerak, shu videomizni oxirigacha ko'rsalaring, yashirin xarajatlar va umra safarini to'g'ri tanlash bo'yicha sizlarga to'g'ri ma'lumotlarni yetkazib beramiz inshaalloh. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, xavfsiz va mukammal umra qilishlik to'g'risida sizlarga ma'lumot yetkazib beramiz. Xudo xohlasa, xo'p. Birinchi o'rinda firma tanlashga to'xtalib o'tamiz. Firma tanlayotganlaringda litsenziyasi bormi? Misol ofisi tayinmi? Misol ofisiga boringlar, ofisini ko'ringlar, litsenziyasini ko'ringlar. Undan keyin mehmonxona masofasini, eng asosiysi, hamda mehmonxonani stankasi bo'yicha ma'lumotga ega bo'linglar. Va umra safariga Ramazon oyida bormoqchi bo'layotgan insonlar umra safaridagi uzoq muddatlik probkalarga tayyor bo'linglar. Va shuni hisobga olasizlar. Misol Al-G'azzoh bor, taxminan 400-600 metr oralig'ida chiqadi va Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uylaridan oldin chiqish stanka bor, eng yaqini va 3 soat binosini tagida bor. Undan tashqari yana 3-hammomdan o'ngga burilganlaringda bor. Endi ehtimoliy bu stankalarni to'xtatishi mumkin. Ya'ni o'tgan yil qanaqa bo'lgansalaring, shu probkani oldini olishlik uchun avtobuslarni ikkitali qilgan. Gaznissalarda avtobusi bitta stankaga boradi. U stankadan sariq avtobuslar faqatgina ziyoratchilarni haramga qatnaydi. Adashmasam 2 yoki 3 shunaqa joy qilishadi-da, ashaki ziyoratchilar olib borishadi, ag'iga haramga ana shu avtobuslar olib borib qo'yadi. Shu narsaga ham tayyor bo'lishliklaring kerak. Va Ramazon oyida gaznissaning masofasi muhimmi desalaring, bu sizlarning holatlaringdan kelib chiqib turib, ya'ni yoshi katta odamlar bo'lsa, aravachada piyoda yetalab olib boraman, men probkalarga qaramayman desalaring, yaqinroq masofadagi gaznisali paket xarid qilishlaring kerak. Endi yaqinroq masofadagi paketlarni narxi qimmat bo'ladi. Shunga ham tayyor turishliklaring kerak. Hozirgi kundagi standart masofadagi gaznissalar 1,5-2 kilometr masofada hisoblanadi. Bizning gaznissalarimiz 3-hammomdan o'ngga burilganlaringda. Ehtimoliy Ramazon oyida bular ham o'sha bir xil rejim bo'lib, pereslatganlik rejimga o'zgarishi mumkin. O'tgan yil shunaqa bo'lgan. Keyingi masala, sizlar firmani litsenziyasiga qaradilaring, ofislarini ko'rdilaring. Endi bilet masalasi Ramazon oyida bordi keldi juda ham muammo bo'ladi. Ayrim bir tomonga bilet olib uchirib yuboradiganlar bo'ladi. Unaqa holatda sizlarning qaytish muddatlaring cho'ziladi. Bordi keldi bilet olib, bordi keldi ishlaydigan firmalar orqali borishliklarini tavsiya qilamiz. Ya'niki to'g'ri, bordi keldi bilet oldindan siz ism familiyangiz yozilishi. Endi orada qaysidir reyslarda shunaqa bo'lar, lekin bordi keldi bilet bron qilinadi. Sizlar qaytishlaringdan 2 kun oldin hali biletlarga sizlar ism familiyalaring yoziladi. Nima sababdan bunaqa desalaring, ehtimoliy har xil holat bo'lishi mumkin. Qaysidir odam qolishi, qaysidir odam qanaqadir holat bo'lishi mumkin. Lekin shunaqa bordi keldi biletga ishlaganlaringdan keyin o'zi umra safariga ketayotgan odamlar, iltimos, narxda arzoniga qiziqmanglar. Aynan Ramazon oyida ota-onangizni jo'natyapsizmi, ota-onangizni olib ketyapsizmi, yoshi katta odamlarni jo'natyapsizmi? Iltimos, birinchi o'rinda narxiga qiziqmang. Ikkinchi o'rinda yoshi katta sog'lig'ida muammosi bor odamlarga bitta hushyor o'shalarda erta qarab yuradigan odam jo'natdi. 50 yoshi bo'lgani bilan 50 yoshi 50 ta 60 ta odamga qaraydi. U sizlarda ikkita ota-onalaringga alohida e'tibor qilishalmaydi. O'shaning uchun shu narsani ham inobatga olib qo'yasizlar. Keyin ketishayotganda iltimos yosh kattalarga Wi-Fi ga ulanishdi, telefon beringlar, telefonsiz jo'natmanglar. Chunki endi misol baribir har bitta firma hisobga olib bejik berishadi. Ba'zi bir yosh kattalar yo'qolib qolsa, hali qo'rquv bo'lib, kasal bo'lib, har xil holat, och qolib, shunday bo'lishyapti.
uni o'rniga sizlar ketayotib tushuntiringlar. Endi buni firma ham tushuntiradi, hamma tushuntiradi. Baribir ko'p yosh kattalar bu esidan chiqadi. Ya'ni sizni bejigingiz bor, yo'qolib qolsangiz, qayerga borib nima bo'lishingizdan qat'iy nazar bejigingizda firmaning telefon raqami bo'ladi yokida borib gasnitsangizni nimasini olib oling, vizitkani olib istagan taksiga shuni ko'rsangiz, lakassaga urib pulni bersangiz olib borib qo'yadi degan narsalar sizlar o'zlaringiz ham tushuntiringlar. Shu narsalarga tayyorlab jo'natinglar, chunki Ramazonda odam juda ham ko'p bo'ladi. Hali yo'qolib qolish holatlari bo'ladi. Juda ham ko'p yosh kattalar yo'qolib qolib 2 kun, 3 kunlar. O'zi 60 yosh katta hoji tog'alar yo'qolib qolishadi, hoji onalar. Keyin ular bu narsaga tushunmaydi. O'shaning uchun hech qachon o'zlari yakka haramga chiqishmasin. Doimo yoshroq sherik bilan qayerga borishsa ham yoshroq odam bilan birgalikda sherik bo'lsin, tushunadigan narsalar. Shu narsalarni yetkazib berishlik bu shu umra safariga jo'natayotgan akani yo ukani yo farzandi vazifasi bo'ladi. Undan keyin ovqat masalasi inshaalloh Ramazonda saharlik, iftorlik bo'ladi. Umra safariga ketyapsizlarmi? Saharlikda o'zini vaqti bor, iftorlikda o'zini vaqti bor. Vaqtidan kech qolsalaring ovqatlar yig'ishtiriladi. Ovqatlar berilmaydigan holatlari ham bo'lib qolishi mumkin. Ehtimol endi tushsalaring bo'lsa berishi mumkin, lekin vaqti tugagandan keyin yig'ishtirib qo'yishi mumkin. Shunaqa holatlarda ham ota-onalaring qiyin vaziyatga tushib qolmasliklari uchun shu aziz umra safariga borayotganlar vaqtida tushib taomlanishni tavsiya qilamiz va iloji bo'lsa yosh kattalar jo'natayotganda baribir avtobusda yurishadi, til bilishmaydi, ovqat sotib olishdan muammo bo'ladi. Birinchi borganda dollar bo'lishi mumkin yoki so'm bo'lishi mumkin, Saudiya riyoli bo'lmaydi. Ana shunaqa paytlarda yonlariga kichkina idishda go'sht pishirib beringlar, pista, bodam, o'zimizni quruq mevalarni ana shunaqa payt taomlanishadi. Va ko'pchilik Madina hamda Jidda reys bo'ladi. Asosiy mana shunda Madinani afzal bilishadi. To'g'ri, Madinaga tushish yaxshi, lekin sizlar shuni hisobga olinglar. Madinaga tushsalaringdan, Jiddaga tushsalaringdan bir xil 16 soatdan shu umra safarini amalga oshirishda yo'lda yurasizlar. Madina ham bir xil, Jidda ham bir xil. Madinaga tushasizlar, Madinadan Makkaga 8 soat yurasizlar, qaytayotib yana Madinaga qaytasizlar. Jiddaga tushsalaring, Jiddadan Madinaga 6 soat, to'xtamasligiga qarab vaqt o'zgaradi. Undan keyin Madinadan Makkaga 8 soat va qaytayotganlaringda Jiddaga 1,5-2 soat oralig'ida yetib borasizlar. Buni farqi yo'q. Ko'p hollarda Ramazon oyida Madina aeroportlari bekiydi, Jiddaga o'zgaradi. Buni men nimaga bu ma'lumotlar beryapman? Chunki bizga o'xshab umra safariga odam chiqaradiganlarda shunaqa holat bo'ladi. Ko'p vaziyatda reys o'zgarib qolsa odamlar tushunmaydi. Sizlar tushuninglar. Baribir ikkovi bir xil. Hech qanaqangi qaysi birindir yaqinliklik xususiyati yo'q yoki kamroq masofada yurish farq qilmaydi, bir xil. O'shaning uchun reys o'zgarib qolsa bu firmani ham aybi bo'lmaydi, aviakompaniya tomonidan yoki Madina aeroporti bek bo'lsa avtomatik Jiddaga tushadi. Shunaqangi holatlarda yoki yomg'ir, qor, har xil samolyot qo'nalmaydigan darajada bo'lsa ag'dan turib uchirmaydi. Reyslarda zaddeshga bo'lib qolishi, chunki ob-havo harorati yoki qanaqangidir holat bilangina reys to'xtatiladi, yo kechikadi, yo ertaroq bo'ladi. Ya'niki shunaqa holatlarda ham to'g'ri tushuninglar. Bu yerda hech kim aybi bo'lmaydi. Bu yerda aviakompaniyani ham aybi bo'lmaydi. Faqatgina bortni ichida 200 ta 300 ta odam bo'ladi. Shularni hayotini xavfga qo'yib uchirib yubormaydi, yo boshqa qilmaydi. O'shaning uchun shunga e'tiborli bo'lasizlar. Mana hozirgi kunda Ravza-i Sharif masalasi. Ravza-i Sharifga ayollarni kirgizmayapti ekan, faqat erkaklar kirgizyapti ekan. Iloji boricha harakat qilib barcha ziyoratchilar kirgizilyapti. Lekin ayrim reysdagi ziyoratchilar mana kirishalmayapti. Shunchadan beri kirishyapti dedik, mana kirishalmaydigan holat ham bo'ldi. Ya'niki shunaqangi holatlarda to'g'ri tushuninglarki, Saudiya hukumati qonun chiqarsa o'sha qonunga bo'ysuniladi. Ya'ni avtobusda 2 talik bo'lsa, 2 talik avtobus bo'ladi. Hech mahal bittalik avtobus bo'lmaydi. Madina aeroporti bekisa Jiddaga tushadi. Shu narsalarga tayyor bo'linglar. Va ketayotganda erta bizda qancha rasxod qilamiz deyshadi. Ramazon oyida ehtimoliy ko'proq taksiga pul ishlatishliklaring mumkin. Endi avvalo avtobusga sabr qilib chiqib nima qilsalaring, u pul ishlamaydi.
Ramazon oyida hech qanaqangi ziyorat, ibodatlar to'xtatiladi. Qizil dengiz sayohatlari, barcha joylar to'xtaydi. Faqat 5 mahal namozga mukammal ibodat qilgani borasizlar. O'shaning uchun men endi hammani oilaviy sharoit imkoniyatidan kelib chiqib turib, lekin men o'ylayman, bitta odamga $200 pul ham yetadi Saudiyada ishlash uchun. Ayrimlar $300, ayrimlar $1000 ham ishlatadi. Bu sharoitlarning, imkoniyatlaringga qarab. Misol sovg'a salom o'zi $100 ga ancha-muncha sovg'a salomni olasizlar, gapni ochig'i. Endi qimmatroq narsalar olmasalaring. Undan tashqari endi suv yokida bir mahal o'sha qaysidir bir o'zbek restoranida ovqatlanishni istarsizlar yo soat binosiga. Shunaqangi holatlarda rasxod qilasizlar. Lekin agar ota-onalaringiz jo'natayotgan bo'lsalaring, minimum $500 ham yetadi, xudo xolasa 2 kishiga. Bir kishiga $250-300 yoniverda olsalaring bo'ladi. Men oxirgi marta borganimda 2 kishi $300 pul ishlatdik. Misol bizda uncha ko'p pul ishlamadi. Shuning uchun umra safariga ketayotganlaringda ota-onalaringga iloji boricha eng kami $200 dan pul beringlar. Ketayotgan odamlarga inshaalloh avvalo ishlamasa o'zlari qaytarib olib kelishadi. Misol ishlatsa ishlatishadi. Va shunga inobatga olib qo'yasizlar, reyslar o'zgarishini, vaqti kechikishini, Madina Jidda bo'lib qolishligini. Shunaqangi holatlarda Ramazon oyiga tayyor turasizlar. Va eng asosiysi probka holati. Eng asosiylari mana shular hisoblanadi. Va firma tanlayotganda o'sha aytib o'tganimdek bordi keldi bileti bilan shu narsalarga e'tiborli bo'lasizlar. Endi avvalo 1 kun 2 kun surilsa mayli-yu, o'tgan yil shunaqa holatlar bo'lganki, juda ham ko'p ziyoratchilar qolib ketishgandi. O'shaning uchun litsenzionni firmadan boringlar, xavfsiz mukammal umra qilib kelinglar. Xudo xolasa bizda ham yangi reyslarimiz inshaalloh dushanba kuni ertaga aniq bo'ladi. Yangi reyslarimizni chiqaramiz. Xudo xolasa xavfsiz va mukammal umra qilishlik imkoniyatini siz azizlarga beramiz. Biz hozir bergan ma'lumotimiz agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga yaxshiliklar qoldirib, shu biz so'raydigan narsalarda xudo xolasa like bossalaring, kommentariya yozsalaring, videomiz yanada ko'proq odamga tarqaladi, ko'proq odam ko'rib shu narsalarga tayyor bo'lib boradi. Ko'pchilik bundan muammolar bo'lishini bilishmaydi. O'shaning uchun umra safariga borishda eng asosiysiga to'xtalib o'tamiz. Gostitsa, paket hammasi bo'lib Ramazon oyida $1300 dan $1500 gacha narxlar ko'tariladi. Ya'ni biletlar oshadi, gostitsalar oshadi, barcha narsaning narxi ko'tariladi. Ana shunaqangi holatda umra safariga 3-10 kunlikka Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelamiz deganlar har bitta odam uchun $1300 dan $1500 gacha hisob qilasizlar. $200 dan yonlaringga attiga kiyim kechak atga olib ketishga hisoblasalaring, misol 300 ming so'm chamadon, 700 mingdan 1,5 milliongacha qarab $150 ga kiyim kechaklaring, o'sha oziq-ovqatlaringni olsalaring bo'ladi. $150 bo'lsa bir kishi uchun bemalol 1,5 ming, 1700, $1300 deb hisoblasak, $200 ketgunlaringcha ishlatsalaring, 1,5 ming, $200, $1700 dan aylanadi. Ya'niki shu narxda, shu nimada ketadi. Hozir narxlar arzon bo'lishi mumkin, keyinchalik narxlar ko'tariladi. O'shaning uchun mana shu narsalarni inobatga olib qo'yasizlar, shu narsalarni hisobga olib umra safariga tayyorgarlik ko'rasizlar. Xudo xolasa yangilik reyslarimiz, yangilik sanalarimiz keyingi videolarimizda sizlarga yetkazib beramiz.